Xitoy tajovuzchilari o'ttir boshlang'ich ma'arifida Xitoychini umumlashtirish yangi uqtirish tarqatdi. Xitoy tajovuzchilari 5-iyul Sharqiy Turkistonda avtonom rayonlik ma'arif nazorati tarafidan avtonom rayonlik majburiy ma'arif bosqichidagi qo'sh til ma'arif darsligi loyihasi plani haqida uqtirish tarqatgan. Bu uqtirishning mazmunidan qaraganda Xitoy tajovuzchilari ilgiriki ma'lum chekdagi qo'sh til ma'arifini o'ttir boshlang'ich maktablarda bir butun umumlashtirishni planlagan. Hamda Uyg'ur tilini ma'arif sohasida ishlatishni amaldan qoldirib, rezil planini ishga oshirmoqchi bo'lgan. Bu uqtirishning asosiy mazmuni tuvandikicha. İli Qozoq avtonom oblasti, har qaysi viloyat, oblast, nahiya, shaharlardagi barliq o'rta boshlang'ich ma'arif sohasida avtonom rayon tavallikida o'rta boshlang'ich majburiy ma'arif mazgilida qo'sh til darsligini qo'llanish loyiha plani va o'rta boshlang'ich ma'arifi yangidan tuzitilgan avtonom rayonlik majburiy ma'arif bosqichidagi qo'sh til darsligi uslubidagi darslik loyihasi tuzitilgan plani yoki avtonom rayoni bo'yicha majburiy ma'arif bosqichidagi milliy tilda dars o'tadigan maktablarning odatdagi sinf darsligi loyihalab o'zgartirish planidagi 2017da 13-numurlik hujjatga asosan ijro qilinadi. Ijro qilish talablari tuvandikicha. Uyg'ur avtonom rayoni majburiy ma'arif bosqichidagi qo'sh til ma'arif darslik plani loyihasi bo'lsa, majburiy ma'arif bosqichidagi maktablar qo'sh til ma'arifini amallashtirish, qo'sh til ma'arif xizmati davomidagi baholashga asosan har xil viloyat va har qaysi darajalik maktablarda astoydil ijro qilinadi. Umumlashtirish davomida har qaysi viloyat, oblast, shaharlardagi organlar qattiq nazorat qilish va yo'l ko'rsatishi birər məsələ bayqalğan haman vaqtida avtonom rayonluq ma'arif nazoratiga ma'lum qilishi lozim.